Taqdiringga rozi bo'l degani hech narsa qilmasdan o'tiraver degani emas. Ha, musulmonda kambag'al bo'lgandan boy bo'lgani yaxshi. Payg'ambarimiz kambag'allikdan panoh tilaganlar. Musulmon odami kasal bo'lgandan sog' bo'lgani yaxshi. Zaif bo'lgandan quvvatli bo'lgani yaxshi. Biz nima demoqchimiz taqdiringga rozi bo'l deyishlik bilan? Qo'lingdan kelganicha turmushingni yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qil. Sog'lom bo'lishga harakat qil. Badavlat bo'lishga harakat qil. Hamma sababni qil. Undan keyin nima bo'lsa shunisiga rozi bo'l deyapmiz. Loqaydlikka, harakatsizlikka, yalqonlikka chaqirayotganimiz yo'q. Sen mehnatni zo'r qil, natijaga rozi bo'laver degan. Bu dunyoda birodar mukammal xotin yo'q. Doim xotinning bitta sifati senga yoqmay turadi. Mo'min kishi o'zining mo'mina ayoliga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lar. Ha, ovqat shirin qilmaydi, lekin tili jag'i yo'q. O'shandan xursand bo'lib ketavering. Yoki tili jag'i zahar, ammo choqqon, uyni pazanda tutadi. Borda to'g'rimi? Bitta yoqmaydigan sifati bormi? Yaxshi sifatiga qarab turib uni ko'z yumib qo'ying. Chunki u xotin ham sizni xuddi shunaqa muomala qilyapti sizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam